Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Tövəndəki ixtiyarlar xabarlarimizning təfsili məzmunlarida bo'lsin. Türkiye taratqullarining 13-mart xabar qilishicha, İstanbulning Silivri rayonida mavhum pul aldamchiligi bilan shug'ullangan 119 nafar Xitoy fuqarosi qo'lga olingan. Ulardan 18 nafari bosh jinoyatchi, 101 nafari yuqorqi jinoyat bosh komandarlari tomonidan oldinib Turkiyaga kelib kelingan va majburiy ishlatilgan xodimlar ekan. Xabar qilganda mazkur gumondarlar İstanbulning Silivri va Buyukchekmaja rayonlaridan 9 dachi ijara olgan va soxta mulozimat markazi qurgan. Bu vaqa jinoyat guruhi tomonidan zo'rliq bilan tutib turilgan 2 Xitoy ishchi dachidan qochib Xitoy konsulxonasidan yordam talab qilgandan keyin oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu 2 nafar Xitoy fuqarosi dachidan qochib chiqqandan keyin doirlarga o'zlarining pul muomala sohasidagi xizmat e'loniga ishinib Turkiyaga kelganligini, ammo Turkiyaga kelgandan keyin Xitoydagi xaridorlarning pulini qo'yish uchun loyihalangan soxta shifrli pul sotishga majburlanganligini aytgan. Bu uchurga asosan Turkiya doirlari 100 dan ortiq soqchi xodimi va 30 soqchi atardan ishga silib, arizda tasvirlangan dachilarga bostirib kirgan. Natijada 18 nafar jinoyat bosh komandoridan boshqa 1,635,425 turk lirasi, 23,792 yuan Xitoy puli, 4,020 Filippin pesosi, 123 pasport, 32 kimlik, o'ltiraqli kinishkisi, shopurlik kinishkisi, 712 yan telefon, 64 üstel kompyuteri va 48 xotir kompyuter, bank kartasi va boshqa uskunalarni qo'lga tushirgan. Pasport xotirasi qaraganda mazkur Xitoy jinoyat shaykisi o'tgan bir necha oy ichida sayohat vizasi bilan Istanbulga kelgan ekan. Navbatda 18 gumondordan 6 nafari adliya o'rinlariga topshirib berilgan va qamab qo'yilgan. Turkiya ko'chmanlar idorasi 101 nafar qonunsiz Xitoy ko'chmanning masalasini bartaraf qilmoqda ekan. Yevropa Ittifoqi Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchilikka qatnashgan 4 nafar Xitoy amaldori va bir apparatni jazolashni qaror qilgan. Bu Yevropa Ittifoqining 1989-yili Tiananmen vaqasidan keyin tunji qatim Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishi. Wall Street jurnalining bildirishicha, Yevropa Ittifoqining yuqori darajalik amaldorlari bir haftadak muzokara berish orqali 11 mart oxiri Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish to'g'risida o'rtaq fikr hosil qilgan bo'lib, embargo tadbirlarining sayohat cheklamasi, mol-mulkini to'g'ritish qatorliqlarni o'z ichiga olganligini bildirgan. Buning oldida Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini e'tirof qilgan. Belgiya parlamentida Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risida taklif loyihasi sunilgan. Mazkur jazolash qarori Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlarining bu oyning oxirlarida o'tkazilgan yig'inda rasmiy imzolangandan keyin Sharq Turkistondagi qaysi Xitoy amaldorlarini va apparatni jazolaydiganligini e'lon qilmoqchi ekan. Navbatda butun dunyo Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda sodir qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga, kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'lishga ahamiyat bermoqda. Bugunga qadar Amerika, Kanada va Gollandiya orqa-orqadan Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazganligini e'tirof qilgan. Boshqa davlatlar ham parlamentlarda muzokara qilmoqda. 12 mart juma kuni Xristian mudofaa birlashmasi va Nyu-Yorkdagi bir turkum kishilar NBC televiziya stansiyasining markazi oldiga yig'ilib, media taratqularning 2022-yillik Beijing Olimpik tanarakat musobaqasining naq maydon tarqatishini qilmaslikka chaqirgan. Faoliyatga qatnashgan tashkilotlar Beijing Olimpik tanarakat musobaqasini irqiy qirg'inchilik o'yini deb atagan va har soatdagilarni Xitoy Kompartiyasining xalqqa bo'lgan rahimsizlarcha ziyonkashlik qilishiga taqobil turishga chaqirgan. Xristian mudofaa ittifoqining mudiri Pop Patrik Mahoni Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni qirg'in qilganligini, xristianlarga rahimsiz muomala qilganligini, masjid cherkovlarni buzib chaqqanligi, Falun Gong praktikantlarini bostirib, odam urgan atkazchilik qilganligi, so'z erkinligini dafsanda qilib, xalqni qonxo'rlarcha bostirib xo'rlaganligini, o'zlarining cho'ng tipdagi axborot shirkatlarining haqiqatni so'zlab, butun dunyoga Xitoyda yuz berayotgan ishlarni so'zlab berishni umid qiladiganligini bildirgan. Hozirgacha NBC televiziya stansiyasi kishilarning talabiga javob qaytarmagan. Xristian mudofaa ittifoqi o'zlarining texnik ko'p faoliyatlarni olib boradiganligini bayon qilib, musobaqani qo'llovchilarni qayta o'ylanishga chaqirgan. Hamda siyosiy jamiyat bilan hamkorlashib, texnik ko'p kishilarning Xitoyning kishilik huquq masalasiga diqqat qilishini ta'kidlagan. Xitoy Kompartiyasining vaksina diplomatiyasining kunsiri kuchayotgan tahdidiga qarata Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindistonning Hind-Tinch okean rayonida vaksina ishlab chiqarish va tarqatishni kuchaytirish plani yo'l qo'yildi. Buningdan boshqa Yaponiya Xalqaro Olimpik komiteti setib olgan Xitoy virusi vaksinasini qabul qilmaydiganligini, Yaponiyaning ishlatishga tasdiqlamaganligini aniq o'tirib qo'ygan. 12 mart kuni Amerika prezidenti Joe Biden, Yaponiya bosh ministri Suga, Hindiston bosh ministri Modi va Avstraliya bosh ministri Morrison 4 taraflik suhbat, ya'ni 4 davlat bexatarlik dialogi mexanizmining a'zolari sin ko'rinish yig'ini o'tkazib, Xitoy Kompartiyasi tomonidan kelgan tahdidni muzokara qilib,
Xitoy virusiga qarshi vaksina ishlab chiqarish planida birlik kelgan. Mazkur planda Amerika Xitoy virusi vaksina ishlab chiqarishdagi oshqushliq texnikalar bilan ta'minlaydigan Yaponiya mablag' yurishtirishning shakllanishiga mas'ul bo'ladigan. Hindiston ishlab chiqarishga mas'ul, Avstraliya to'shishga mas'ul bo'lish orqali vaksina ishlab chiqarish iqtidorini zo'r darajada oshirish ekan. 2022-yilga borganda 1 milliard vaksina bilan ta'minlab, Hind Tinch okean rayonida bo'libmi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida vaksina yetishmaslik masalasini hal qilish maqsad qilingan ekan. To'rt taraf boshliqlar yig'inining birlashma bayonotida to'g'ri hujumi va 5G texnik taraqqiyoti xirisqda qabul qilish, Xitoy virusi yo'qomlanish, oshqushliq texnika va klimat o'zgarish masalasida alohida xizmat guruhi qurdiganligini. Bu xizmat guruhi oshqushliq texnikalarni birlikda taraqqiy qildirish va texnik o'lchamlarni tuzish, Huawei masalasining muzokara qilish yoki qilmaslik qatorliqlarning xizmat guruhi qurishning faqat muzokaraning boshlanishi ekanligini ta'kidlab, bu yil oxirida yana bir qatim boshliqlar yig'ini chaqirdiganligini bildirgan. Demokratik qimmat qarashini asos qilgan, majburlashdan xoli bo'lgan erkin, ochiq, sig'dirishchan va sog'lom Hind Tinch okean rayonini barpo qilishga va'da bergan. Nikkei Osiyo obzorining 11 mart kundagi dokladida Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliya 4 davlat birlikda tirishib, az uchraydigan granit tosh setivilish zanjiri qurib, Xitoyning ta'minlashdagi hukmronlik o'rnini ag'dirib tashlaydiganligini xabar qilgan. Hozir nurg'un kishilar o'riqlashni go'zallik deb qaraydigan bo'lib, o'riqlash kelishgan yigitlarimiz va go'zal qizlarimizning zarur darsligi bo'lib qoldi. Yog' ustida gap bo'linganda ularning chiroyi darhol o'zgarib ketadi. Chunki badan yig'irligining eshib ketishidan qo'rqadi. Amaliyotda yog' unchalik qo'rqinchli narsa emas. Ba'zi yog'lar tek salomatlikka foydali. Yog'ning badanda zapas saqlanish va energiya bilan ta'minlash roli bo'lib qolmasdan, yana to'qilma va hujayralarni tashkil qiladigan muhim modda. U qalin yutqanga o'xshash badan temperaturasini saqlab a'zolarni qo'g'daydi. U yana yog'da eriydigan vitaminlarning qabul qilinishini tezlatadi. Yog' badanga zarur ozuqlik modda bo'lib, badanga muvofiq qabul qilinishining foydasi ko'p. Yog'ga nisbatan muhimi oz yeyish emas, balki yog' turidagi yemaklarni muvofiq qandoq tanlab yeyishda. Yog' kislotasi bilan glitserindan tarkib topgan bo'lib, yog' kislotasining turi intayin ko'p. Bizning diqqat qilganimiz ko'p to'yinmagan yog' kislotasi. Chunki ko'p to'yinmagan yog' kislotasining bir qismini odam badani hosil qilolmay, cho'qim yemaklikdan qabul qiladi. Shunga biz yog' turidagi yemaklarni qabul qilganda, ko'p to'yinmagan yog' kislota turidagi yemaklarni ko'proq tanlashimiz kerak. Buning ichida o'simlik yog'i yog' kislotasining eng yaxshi kelish manbasi. Bo'libmi purchoq yog'i, ko'mmuqonoq yog'i, kunjut yog'i, zaytun yog'i qatorliqlar. Qo'rimi qurish jarayonida bu yog'larni tangshab ishlatib, odam badani ehtiyoji bo'lgan yog' kislotasini qabul qilishni ko'paytirish kerak. Qatiq po'stiliq mevadagi ko'p to'yinmagan yog' kislotasining asosiy tarkibida linon kislotasi, beliq turining asosiy tarkibida A-linon kislotasi bo'ladi. Hayvonot yemakligi masalan, semiz go'sht tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bir qadar oz bo'ladi. Shunga bu xildagi yemaklikni tanlashda ehtiyotchan bo'lish kerak. Fosfatit deganimiz bir xil muhim yog' turi bo'lib, u hujayra pardasi, menga to'qilmasi, nervi to'qilmasini hosil qilishga qatnashadi. Tarkibida fosfatit mo'l bo'lgan yemakliklar tuxum seriqi, qora go'sht, jigar, purchoq qatorliqlar. Tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi va fosfatit mo'l bo'lgan yemaklarning miyani sog'lomlashtirish iqtidori bo'lib, bu yemaklarni tanlash orqali miyani quvvatligil bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.